Rusya'mızın devamı hürmetlik vatandaş bugün çizlağ işkimeğiniz girmiş gençel. 9. ayının 8. günü vatandaş endeki mavzu. Xi Jinping Prezident Vladimir Putin bilen görüşüdü. Rusya aşkar ihbar bildirdi. Cungo perişan bulup kaldı. Mavzulu haber 9. ayının 7. gün Venbit orbiti ilan kılındı haber. Ondan başladı. Gerçi Cungo taraf hazırgıça delilleşke ona mağam bolsun mu? Lekin Rusya Prezidenti Vladimir Putin 9. ayının 7. günü Vladivostok'ta mundaq görsetdi. Kelar hafta Cungo'nun reisi Xi Jinping bilen görüşümün. Lekin Rusya tarafından aşkar ifade bildirişleriga duch kelganda Cungo Tashqi ishlar ministerligi muxbirlari sizlarni ta'minlaydigan uchur yo'q deb javob berdi. Rusya'nın Cungo'da turishliq bosh elchisi yangidan tayinlangan bo'lishi mumkin. O'tganda bir ketdi dedik-ku, bu ikkinchisi yangidan tayinlangan bo'lishi mumkin. Rusya'nın Cungo turishliq bosh elchisi Andrey Desnov 9. ayının 7. günü Beijing'de mundaq aşkarıldı. Prezident Vladimir Putin kelar hafta O'zbekistonda o'tkaziladigan Shanxay hamkorlik tashkiloti yuqori darajaliklar yig'inida ko'rishdi. Prezident Vladimir Putin kelar hafta O'zbekistonda o'tkaziladigan Shanxay hamkorlik tashkiloti yuqori darajaliklar yig'inida Reis Xi Jinping bilan ko'rishdi. Rusya tarafdan hozir boshqa rahbarning diqqati ma jumlalarga vatandosh. Rusya tarafdan hozir boshqa rahbarning jiddiy o'tkazadigan suhbati va pishib yetilgan suhbatini o'rlashtiryapti. Ajoyib gap vatandosh. Qaltisga. Endi bu davlatlar diplomatiyani pishqan davlatlarda qarab turing. Rusya taraf dal hozir boshqa rahbarning Prezident Vladimir Putin va Xi Jinping ikki davlat rahbarining jiddiy o'tkazadigan suhbati va pishib yetilgan suhbatini o'rlashtiryapti. Endi sherikimiz Cungo taraf bilan tafsiliy mavzular bo'yicha maslahatlashamiz. İki devlet rəhbərləri, iki taraf söhbət mavzuları boyunca və xalqara məsələlər boyunca söhbətləşir. Prezident Vladimir Putin 9. ayının 7. günü Vladivostok'ta şəhər iqtisadi munbiri qatnaşqan çağda aşkara aldın məlumat verdi və mundaq dedi. Mən kelar hafta kun sayın mühim bo'lib atgan do'stimiz Reis Xi Jinping bilan ko'rishiman. Cungo Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Mauning hozir Jolijan iste'foga chiqdimi yoki pensiya huquqini Tashqi ishlarning bayonotchiligi Mauning deydigan bir ayolning qo'liga qoldi. Mauning 9. ayının 7. gün tushdan keyin muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq tilga oldi. Navbatda mening sizlarni ta'minlaydigan uchurim yo'q dedi va ikki taraf, ya'ni Rusya bilan Cungo ning Prezident Vladimir Putin bilan Reis Xi Jinping suhbatiga tutgan pozitsiyasining so'q va qizg'inligida farq borligini oshkora gavlandirdi. Rusya taraf suhbatga qizg'in, Cungo taraf suhbatga so'q. Reis Xi Jinpingning O'zbekistonni ziyorat qilishi oydinlashdi. O'zbekistondan boshqa chetdan kelgan telegrammalar isbotladiki, Qozog'iston Tashqi ishlar ministerligi 9. ayning 5. kuni mundaq dalilladi. Xi Jinping 9. ayning 14. kuni Qozog'istonni ziyorat qildi. Yuqorqi safarga selishtirganda Xi Jinping O'zbekistonga berib,
Şanghay Hamkorlik Tashkiloti yuqori darajaliklar yig'iniga qatnashish fursatidan foydalanib, yaqindagi Qozog'istonni ziyorat qiladi. Jungo tarafning tuvan muqomiga tushib qolishi va Jungo matbuotlarining jim bo'lib olishiga selishtirganda, tashqari dunyo matbuotlarida ko'rsatilishicha, 3 yildan beri tashqariga ziyoratga chiqib boqmagan Xi Jinpingning munosabatlari yaxshiroq bo'lgan O'rta Osiyo davlatlariga ziyoratga chiqishini tanlab olishi va urush patqiga petib qolgan prezident Vladimir Putin bilan ko'rishmoqchi bo'lganligi tashqari dunyoda diqqat qo'zg'adi. Yana ba'zi obzorchilar mundaq hisobladi. Jungo tarafning prezident Vladimir Putin bilan rais Xi Jinpingning ko'rishishiga Jungo tarafning mundaq tuvan muqomda muomala qilishi Amerika va Yevropa ittifoqining pozitsiyasidan ansirganligidir.